Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun sizlar bilan chiroyligina, mazaligina lavash tayyorlashni o'rganamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Qalin bo'lib ketsa, yeyishga noqulay bo'lib qoladi. Shuning uchun ichkariga tortib endi esa navbat pomidorni to'g'ri olish. Sizlarga maslahatim, pomidorni to'g'rashdan oldin pichoqlarni bitirib olishinglarni maslahat beraman. Bo'lmasa esa pomidorlar ezilib ketib, suv chiqib ketishi mumkin. Lavashda xamirini yoyib olamiz. Bularni esa sal ezamiz. Lavashimizning xamiri kichkina bo'lgani uchun men bularni katta kesib qo'yibman. Shularni ham lavash xamiriga moslab kesib olamiz. Hop, endi bu lavashimizning xamirining ichiga esa bularni hammasini joylab chiqamiz. Qani bo'lsa, bismillah. Sal kamroq qo'yamiz, chunki lavashimizning xamirini ini sal kamroq ekan, kichkinaroq ekan ya'ni. Endi esa chipsimizni solib olamiz. Endi tabga ko'ra mayonez yoki ketchup farqi yo'q. Lavashimizning eng asosiy joyi lavashimizning xamirini o'rab olamiz. Qani bo'lmasa endi qolgan lavashlarni ham tayyorlab olamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Nasib bo'lsa mana tayyor bo'ldi. Endi esa bularni olamizda duxovkaga sal bir 2-3 minut qizdirib olamiz. Mana endi bularni qizdirib olganimizdan keyin qani endi ta'mini tatib ko'ramiz. Bismillah. Mana. Qani bismillah.
Mana ichki xotirjamlik.